Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va bugungi mavzumiz ishdan bo'shash uchun yoziladigan xatlar haqida gaplashamiz. Xo'p, o'tgan darsimizda sizlar bilan birgalikda ishga kirish xatlari haqida suhbatlashib o'tgandik. Bu xatlar qanday yoziladi, qanday foydali iboralar ishlatishimiz mumkin, qanday hurmatimizni bildirishimiz mumkin, qanday malakalarimizni o'rgangan yoki kasb qilgan o'zimizni malakalarimizni bo'lishimiz mumkin yoki o'zimizni diplomlarimiz, shahodatlarimiz yoki qobiliyatlarimiz haqida qanday yozamiz, o'tgan darsda gaplashib o'tdik. Bu darsimizda endi sizlar bilan birga ishga kirib oldik. Endi o'sha ishdan bo'shamoqchimiz. Yaxshi ish chiqib qoldi. Endi bu holatda ishdan bo'shash joyiga qanaqa xat yozamiz? O'sha haqida gaplashar ekanmiz. Xo'p, yana bitta narsa, ishga kirish va bo'shash xatlari odatda bir xil strukturada va bir xil talablar ostida yoziladi. O'shani ham ahamiyatga olib qo'yib, xatni yaxshilab o'rganib chiqsak, bu xatga bitta struktura bilib olsak ham har qanday ishga kirish va bo'shash xatlarini yozib ketaverar ekanmiz. Bularda turfa xil mavzular qo'yib bo'lmas ekan. Hop, ishdan bo'shash uchun yoziladigan xatlarni qanday yozamiz? Misol uchun, bu xatni biror bir joydan bo'shamoqchi bo'lsak, o'sha bo'shayotgan joyimizga hurmatimizni bildirib, u yerdan bilamiz necha yil ishlagan bo'lsak, malaka olganmiz, tajriba ko'nikmalar olganmiz, ular uchun rahmat aytib, keyin sababni keltiramiz, nima uchun bo'shayapmiz, o'sha sababini keltirgan holatda. Yoki munosib ish topdikmi yoki qandaydir muammo bormi, o'shalarni ochiqlab aytib ketishimiz kerak ekan. Xatni samimiy ohangda hurmatimizni bildirgan holatda yozishimiz kerak. Hop, ishdan bo'shash uchun savol topshiriqni ko'rinishini berib o'tamiz. Misol uchun, anta muvazzafun fi sharikatin munzu 3 sanawat. Siz 3 yildan beri shirkatda xizmatchisiz, ya'ni oddiy ishchisiz. Va turidu taqdim istiqolatik li asbabi shaxsiyya. Shaxsiy sabablar sabab istiqola degani shu bo'shash degani, buni yozib qo'yinglar. O'sha ishdan bo'shash xatini taqdim qilmoqchisiz. Uktub risalatan ila mudirika fil amal. Shu ishdagi o'zingizning direktoringizga xat yozing. Muwaddihan an-niqat at-taliya. Quyidagi nuqtalarni ochiqlab ketgan holatda. Abbir an taqdirika lil fursati allati utihat laka lil amali fi sharika. Shirkatda siz uchun berilgan ish imkoniyatiga, ishlash uchun berilgan imkoniyatga rahmatingizni izhor qiling. Uzkur al-asbab allati dafa'atka li taqdim al-istiqola. Ya'ni istiqola degan ishdan bo'shash degan, ishdan bo'shashni taqdim qilishga undagan narsa sabablarini yozing. اقترح فترة زمنية لإنهاء عملك بما يتوافق مع سياسات الشركة. Shirkat siyosatiga mos ravishda mos keladigan ishni tugatish bo'yicha vaqtinchalik vaqtni taklif qiling. O'sha narsalar haqida gapirib o'tishingiz kerak ekan. Hop, xatga namunaviy javob ko'ramiz. Yuniyo 10 bu yerda bo'lish kerak edi. Bu yerda yozuvlar sal chalkashgan ekan, yaxshilar. Yuniyo al-ashir 10-yuniyo Toshkent 2024 yil. Sayyidul mudir Muhammad Kamal al-Muhtaram. Muhtaramdan keyin yaxshilar bu yerdagi mana bu alohida gap pastdan yozilishi kerak edi. She'rni to'g'rilab qo'yasizlar o'zlaringiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh va ba'd. Atamanna an takunu bi khayrin. O'ylaymanki sizlar yaxshisizlar deb xatni boshlaymiz. Samimiy yozish kerak xatni. Awaddu fil bidayati أن أعبر عن خالص امتناني لكم وللإدارة على فرصة الثمينة التي أتيحت للعمل في شركتكم أرتل خلال السنوات الثلاث الماضية. أود في البداية boshlanishida xohladim o'zimni xolis minnatdorchiligimni sizlarga va idoraga bildirib qo'yish uchun yozishni xohladim, ya'ni bildirishni xohlayapman. Nima uchun? Alal fursati samina. Menga ishda shirkatingiz Artel, sizning kompaniyangiz Artel kompaniyangizda oxirgi 3 yil, so'nggi 3 yil davomida menga taqdim qilingan ish imkoni, menga ish sifatida taqdim qilingan bebaho, ya'ni qimmat imkoniyati uchun idoraga va sizlarga xolis minnatdorchiligimni ta'bir qilishni xohladim boshidanoq. Laqad kanat tajribatan ghaniyatan أضافت لي الكثير من المهارات والخبرات التي ستظل معي طوال مسيرتي مهنية ekan. Judayam boy tajriba bo'ldi. Menga ko'p mahoratlar, malakalar berdi. Ya'ni hayotim davomida, kasbiy hayotim davomida doim men bilan bo'ladigan
nimalar beribdi? Mahoratlar va malakalarni menga inom etdi, menga qo'shib berdi. Bu imkoniyat, tajriba. Ba'da tafkirin amiq, chuqur o'ylaganimdan keyin awaddu an uballighakum biqarari bitaqdim al-istiqalati min mansabi fi sharika. Kompaniyadagi o'zimni mansabimdan ishdan bo'shashni taqdim qilish qarorimni sizlarga yetkazishni xohladim. وذلك لأسباب شخصية تتعلق ببعض التحديات التي أواجهها حاليا في حياتي الشخصية. وبو esa bir necha shaxsiy sabablarga ko'ra hozirda men shaxsiy hayotimda yo'liqib turgan ba'zi bir kamchiliklar, ba'zi bir muammolar sababidan. هذه الظروف تتطلب مني التركيز بشكل أكبر على الأمور العائلية والصحية. Bu vaziyatlar mendan ko'proq oilaviy ishlarga va salomatlik ishlariga tarkiz degan diqqatni ko'proq qaratishimni talab qilmoqda. وهو ما يجعل الاستمرار في العمل الحالي صعبا بالنسبة لي. Va bu esa men uchun hozirgi ishimni davom ettirishni qiyin qilib qo'ygan narsa. صعبا degani qiyin qilib qo'ygan narsa. أقترح أن يكون تاريخ الانتهاء العمل بالشركة هو مثلا يوزيبتا 24 من شهر نولك دبتا من نولك كبوسا قيسوي بولارد فevral من شهر فبراير bu yerda 10-iyun deganmiz. Endi biz sanani ham shunga mos qo'yasizlar, bu yerda qo'yib ketavergan. Ya'ni ish tugash sanasini mana shu sana deb belgilashni taklif qilaman. بما يتماشى مع سياسة الشركة المتعلقة بفترة الإخطار. ya'ni shirkat siyosatiga muvofiq ravishda keladigan oldindan ogohlantirish vaqti o'laroq. Oldindan ogohlantirib, endi bu yerda ixtor degani albatta har bir shirkatda o'zini qonun qoidalari bo'ladi. Ya'ni siz ishdan bo'shamoqchi bo'lsangiz 1 oy oldin, 2 oy oldin boringki, 4-5 oy oldin ixtor deydi buni, ogohlantirib qo'yasiz. Mana shu ogohlantirish davomida siz ishdan bo'shamoqchi bo'lsangiz bitta inson oladi, sizga sherik qilib qo'yadi, siz ishingizni o'rgatasiz. Bu esa shu kompaniyani rivojlanishi uchun yoki yana biror bir nima deydi, xizmatchiga yoki ishchiga muhtoj bo'lib qolmasligi uchun kerak bu narsa. سأحرص خلال هذه الفترة على تسليم كافة المهام بشكل منظم لضمان سلاسة العمل واستمراريته بعد مغادرته. Men juda haris bo'laman bu vaqt davomida. Ketganimdan keyin kompaniyani sog'lomligi, salasi degan o'zi sog'lomlik, kompaniyani davomiyligini deb tarjima qila olaylik. Kompaniyalik davomiyligini saqlash uchun o'zimni barcha muhimmatlarimni, o'zimni barcha mas'uliyatlarimni, o'z vazifalarimni to'liqligicha tartibli ravishda topshirishga haris bo'laman. أكرر شكري وامتناني لكم ولجميع زملائي في الشركة على الدعم والتعاون الذي حظيت به خلال فترة عملي. من rahmatimni va minnatdorchiligimni yana ham takrorlab o'taman. Mana shu ish davomida men ne'matlanganim o'sha taavun, ya'ni birdamlik, ko'mak uchun shirkatdagi hamkasblarimga, barchasiga va sizlarga o'zimni rahmatimni va minnatdorchiligimni yana takrorlab o'taman. آمل أن نبقى على تواصل مستمر. davomli tavasul, ya'ni aloqada qolamiz deb umid qilaman. وأتمنى للشركة مزيدا من التقدم ونجاح. va shirkat uchun ko'plab rivojlanishlar va muvaffaqiyat tilayman. مع خالص التقدير. eng xolis minnatdorchilik bilan Ahmad Sharif yozib degan. Xat uchun, endi ishdan bo'shash xati uchun foydali iboralar o'rganamiz. Misol uchun أود أن أعرب عن خالص الشكر وامتناني على الفرصة التي أتيحت للعمل في شركتكم الموقرة. Sizning nufuzli korxonangizda menga berilgan ish imkoniyati uchun xolis rahmatim va minnatdorchiligimni izhor qilaman. Boshqa so'zlar ham bor bu yerda. Boshqa so'zlar ham, ularni ham ko'rib qo'yamiz. Va qarorga ishora qilish uchun ham ba'zi bir iboralar ishlatishimiz mumkin ekan. Misol uchun ba'da tafkirin amiq قررت أن أقدم استقالتي من منصبي في الشركة. chuqur o'ylovdan keyin korxonangizdagi mansabimdan bo'shash arizasini taqdim qilyapman. Yoki bu yerda yana bir nechta iboralar bor, ulardan ham foydalanishimiz mumkin. Xo'p, sabablarni ehtirom bilan zikr qilish uchun هذا القرار يعود إلى أسباب شخصية تتعلق بظروف العائلية والصحية. ya'ni bu qarorning sababi oilaviy bo'ladi. Vaziyatlar va salomatlik bilan bog'liq shaxsiy sabablarga taqaladi deb
nima qilar ekanmiz, yozishimiz mumkin ekan. Yana boshqa bu yerda ham o'zimiz ko'rib qo'yamiz. Hop, ketish vaqtini xabarini berib qo'yishimiz mumkin ekan. Misol uchun, أود اقتراح أن يكون آخر يوم للعمل هو بما يتماشى مع سياسة الشركة. Oxirgi ish kunim korxona siyosatiga mos ravishda mana shu kuni bo'lishini taklif qilishini xohladim deyapmiz. Va kelajak uchun yaxshi niyatlar qilish iboralari. Misol uchun, أرجو أن تتفهموا قراري وأتمنى للشركة كل التوفيق والنجاح في المستقبل. Umid qilamanki, siz mening qarorimni tushunasiz, shirkatga muvaffaqiyat va kelajakda omad tilayman deb yoki boshqa so'zlar bilan ham ifodalab ketishimiz mumkin ekan. Ishga kirish xatlari mana shu shaklda yoziladi. O'zimizga kerakli joylarni qayd qilib olamiz va topshiriq yuzasidan ishdan bo'shash uchun xat yozishga harakat qilar ekanmiz. Ma'assalama, fi amanillah.